Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh akalar. Mana 2 kun oldin chiqargan o'choqlarimiz bugun putish jarayonida oz qoldi. Putishiga inshaalloh mana shoflarini termostoyka kraskada kraskaladik. G'ishlarini lak beryapmiz. Mana hozir lak berish jarayonidamiz. Temirlarni ham termostoykada kraskaladik. Qozonda atrofiga kafil bosdik, fartoguni bosdik. Mana mangallarimizni ichini огнеупорный g'ishda urib, o'tga chidamli g'ish, qimmat g'ish urib, tashqarisini o'zimiz oddiy g'ishda urdik. O'choqlarimizni senalarini so'raganlarga akalar WhatsApp nomerida, mana ekranda ko'rib turgan WhatsApp nomerlarida telefon qilib, WhatsApp orqali so'rashingiz mumkin. Surat so'ragan akalarimizga Telegram kanalimizga kirib, "Stroy Historia" deb yozib, suratlarni ko'rib, keyin mana qimmat ekan, mana arzon ekan deyishinglar mumkin akalar. Mana qo'yib yuvadigan mo'ykasi, shashligi, filagasi, qozonlari mana qilib gullar ochilib, cho'tki qilib qo'ydik mana. Mana bu loy tandir. Chorli tandir. Tandirlarimiz 3 xil. Огнеупорный g'ishda bo'ladigan tandir, loy tandir, tutuni ichiga kirib ketadigan tandir, ya'ni tutuni tashqariga chiqmaydigan tandir. Bu o'choqlarimizni materiallarini hamma yo'g'ini olib bersanglar, 4000 so'mdan boshlanib, bitta tochkasi 12000 so'mgacha